bizgacha chaproq deyishyapti. Bemalol qo'rqmay, uyatmasdan telefon qilaveringlar. Biz chekka joylardan ham murojaat qilishyapti. Aka, biz tomonlarga ham kelaverasizlarmi? Bay, ajoyib chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan razmerlarni olgani o'zim boraman. Assalomu alaykum odamlar, eshitmadim demanglar. Mana bizda natijnoy patologlarimiz ajoyib ideal holatda bityapti. Juda ham chiroyli holatda. Bugun mana Farg'onadan Andijonga keldik. Yana Andijonda bu yerda klientlarimiz bizni intizorlik bilan kutayotgan ekan. Uylarini mana chiroyli ideal holatda natijnoylarni bitkazib berdik. Bu yerda 4-5 ta xonani qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Juda ham ideal, mana ko'ringlar. Pechatlar kачествоsi tiniq, ajoyib holatda chiqyapti. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan razmerlarni olgani o'zim boraman. O'zim uylaringga xullas nima ketadi tavsiyalarni beraman. Zo'r chiqadi xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Oqini oq, sarig'ini sariq, ajoyib tiniq holatda chiqqan. Voy, mana gullarni qarang, mana bu. O'rtadagi no'xatni qarang, no'xatni gulini tiniq holatda chiqqan. Juda ham ideal holatda, mana ko'ringlar. O'ziga yarashib turibdi. Juda ham mana hozir o'sha kech bo'ldi, qorong'i, o'sha soat 8-10 bo'lib qoldi bu yerda. Hozir mana vanxoir ishlarimiz ideal holatda bitdi. Qadrli obunachilar, bemalol chekka joylardan ham murojaat qilishyapti. Aka, biz tomonlarga ham kelaverasizlarmi? Kelgani xijolatchilik bo'lib qolmaydimi? Aka, masofamiz uzoqroq, bizgacha chaproq deyishyapti. Bemalol qo'rqmay, uyatmasdan telefon qilaveringlar. Biz liboy joyga boramiz. Bizga hamma joy bir xil narxda qilib beramiz. Andijonga ham, Namanganga ham, Farg'onaga ham, Qo'qonga ham, Toshkentga ham chiroyli narxda qilib beryapmiz. Xudo xolasa klientlar ishimizdan nolimayapti. Xullas, hamma xursand. Shuni mana videolarga ham chiqaryapmiz. Odamlarni uyga borib video suhbat qilib, shu maqsad, shuni o'tkazishimizdan maqsad shu narsalarni ko'rsatib, haqiqatan ham mana ko'ringlar. Odamlar ishimizdan shu noligan yo'q. Xudo xolasa ajoyib chiroyli holatda chiqyapti. Qadrli obunachilar. Xullas, aytgan joylaringga borib qilib beraveramiz. Faqat mana shu O'zbekiston ichida bo'lsa bo'ldi. Endi voha tomonlarga o'sha narx qo'shilib qoladi, lekin Toshkentgacha narxlar o'zgarmaydi. Qadrli obunachilar, buni mana artib yuvsa bo'laveradi. Qanaqa narsada artamanni bir xillar so'rayapti. Mana shu videolarimizni kuzating. Eski videolarimizga o'sha artayotgan narsamizni qo'yib qo'yganmiz. Xuddi o'sha narsadan olasizlar. Xuddi o'sha narsa bilan artasizlar. Juda ham yaltirab chiroyli turadi. Changni o'ziga olavermaydi, xullas. Qadrli obunachilar, keyingi obyektlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Mana gullarni qaranglar, bir ham ajoyib, bir ham chiroyli holatda chiqyapti. Juda ham tiniq holatda. Mana ahamiyat beringlar. Bay, ajoyib chiroyli chiqyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.